Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar, qarindoshlar ve ata-onalar, biz yangi o'qish yilining boshlanishidagi ba'zi natijalar to'g'risida so'zlagan darsimizningki birinchi qismida ota-onalarga qilinadigan ba'zi nasihatlarni so'zlab o'tgan, shuning oxirini davomlashtiramiz. Farzandning maktabdagi axloqi ota-onaning uydagi tarbiyasining natijasidir. Agar ota-ona taqvodor bo'lsa, kuchining yetishicha farzandini isloh qilsa, bu ishda Alloh taologa tavakkul qilsa, bu ish ota-onaga va maktabda ustozlarga itoat qiladigan, ularni suyundiradigan va xursand qiladigan yaxshi, solih bir farzandni natija beradi. O'quvchilarning egalari avlodlarining ko'ngliga maktabni suyish, hurmat qilish va ilm ma'rifat o'rnini bilishni singdirish kerak. O'qituvchi o'quvchisini maktabni suyadigan, ustozlarni hurmat qiladigan qilib yetishtirolmasa, o'qituvchi qanday utuq qozonadi? O'zining olimlari va o'qituvchi ustozlarga ehtirom qilmaydigan millatda yaxshilik bo'lmaydi. Avlodlaringlarga ustoz bilan o'quvchisi orasidagi aloqaning ota bilan bolaning orasidagi aloqaga o'xshash sevgi va ehtirom aloqasi ekanligini, hargizmi robro turish va talash tortish qilish aloqasi emas ekanligini tushuntirish kerak. O'quvchining ota-ona valilari farzandlarining ahvolini bilib turish, dars ahvolining qanday ekanligi, kuchlantirishga tegishlik ojizlik nuqtasining qaysi ekanligi, to'g'ri shaklda foydalanishga tegishli bo'lgan kuchlik tarafini bilib turish uchun maktabda o'rinlashtirilgan ota-onalar yig'iniga to'liq hozir bo'lish kerak. Farzandlaringizga uyda maktab pakiz bo'lishni, tartib intizomchan bo'lishni, go'zal, axloqli bo'lishni ta'lim beringlar. Islom pakizlik va intizomchanlikqa rag'batlantirdi. Ota o'g'lining din va dunyo ishlarida yordamchisi bo'ladigan, yaxshi, samimiy do'st tanlashiga, nachar do'stlardan yiroq bo'lishiga yo'l ko'rsatdi. O'g'il qizlarning do'stlarini tekshirdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: inson o'zi aralashgan kishining yo'lida, odatida va dinida bo'ladi. Sizlarning biringlar kim bilan aralashayotganligiga qarasin. Abu Davud rivoyat qilgan. Köpligen iffetlik pak qizlar ailesidagilarning sal qarishi sababidan nachar do'stlarga agishib izib ketdi. Nurg'un yaxshi yigitlar nachar do'stlarga agishib zaharlik chekimlik va jinoyat patqiga tushib ketdi. Saqlanish iloj qilishdan yaxshidir. Shuning uchun farzandlarimiz to'g'ri yo'ldan izib ketish uchun uning oldini olib, ularni yaxshilikqa tarbiyalashimiz intayin muhimdir. Farzandni yaxshi do'st tanlashga o'rgatish, go'zal axloq to'g'risida bevosita so'zlab berish, farqli yo'l tutganlarning ijobiy va salbiy taraflarini bir-biriga bog'lashtirib bayon qilish, go'zal axloqdan xursand bo'lib, nachar axloqdan bearam bo'lish qatorliq tarbiyalarni o'rgatish kerak. Ota-onasini qaqshitadigan bola bilan sinalgan kishi buningga sabr qilib, Allohning taqdiriga rozi bo'lish kerak. Allohning musulmon uchun bekitgan belgilamasining hammasi yaxshidir. Hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: mu'minning ishi hayron qolarliq. Haqiqatan uning ishlarining hammasi yaxshidir. Bu faqat mu'minga xosdir. Uningga xursandlik yetsa, buningga shukr etadi. Bu uning uchun yaxshi bo'ladi. Agar ziyon, zahmat, xafalik yetsa, sabr qilsa, buning uchun yaxshi bo'ladi. Ey mehribon ota, ey kuyimchan ana, shuni esingizda tutingki, bu sizning bolangiz. Sizlarni qaqshatganligi uning qimmatini yoki insoniyligini tushirvatmasin. Ota-onasini qaqshatuvchi nurg'un bolalar o'zining bilimi va kashfiyoti bilan dunyoga manfaat yetkazdi. Bolangizning ishini tuvan ko'rmang. Muhim bo'lgani farzandingizni shu turdagi bolalarga ayrim dars qilinadigan xususiy maktabga bersangiz, ular farzandini ota-onani qaqshatish turiga ko'ra dars o'tadigan alohida mahorat bilan tarbiyalaydi. Oxirida farzandingiz din uchun, millat uchun, vatan uchun xizmat qiladigan yaramliq avlodlardan bo'lib yetishib chiqadi. Alloh subhanahu va taolo hammamizning farzandlarimizni dinni suyadigan, millatiga, vataniga xizmat qiladigan yaramliq avlodlardan bo'lishga muyassar qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.